Ma film hemmeylerinki bexatarligi hem menfaatga ko'rib chitildi. Şun do'stlarimizniki sivretmey tepsili sevircha o'tirib ko'rishini tavsiya qilaman. Mush yaqinda telefon kartasini zapen aldamchilar ilib boshqalarniki pul mol mulkiga ziyon solgan ishlar ko'plab uchrayotdi. Bu ahvol meninki turmushimda yuz berdi. O'zimning haqiqiy beshidan o'tgan voqeani sizlarga so'zlash orqali azur ko'pdir sizlarga paysoq qilishini umid qilaman. Mening hamda balamning ishlayotgan telefoni, bunda telefon soat hamda cho'ng telefon bersa bo'ladi, lekin o'qishga ta'sir etib qolmasin deb men shunday soatni bergan. Necha kun ilgarisida balam o'ziniki telefonsiniki taqilib qolganligini, ma'lumotlarni inkos qilgandan keyin tekshiribmiz degan shunjida taqib o'tibdi deb keyin soqchilar bilan aloqa qilib, soqchi tarafdan o'sha aldamchilik chizilib qolgan deb taqib o'tganligini bildik. Bu hozirgacha tekshirish bosqichida. Endi bu telefonniki ishini tekshirgandan keyin telefonning ichida kart yo'q. Buni biz keyin bildik. Balamdan so'rgan vaqtimda kartaninki nerede yo'qolib ketganligini o'zim bilmayman. Uydan maktab bog'ichi, maktabdan uyga yo'qolib ketdimi, uni bilmayman, lekin uning deb birishicha telefon kartasini u olib boqmagan. Ya'ni bizninki anglaganimizda shunda maktab o'qishishdagi bolalarninki shunda boshqalarninki telefon kartalarini ilib aldamchilarga sotgandan keyin 200 koy, 300 koy tapanaq shunday xijlaydigan ishlarni biz burun anglagan elim hozirm bor ekan. Shunga do'stlarimizninki bo'libmi mushu bolalar va ota-onalarninki bolalarga alohida diqqat qilishini tavsiya qilaman. Bolalar shunday telefon kartalarini yoki telefonlarni tanımaydigan notanış kishilarga berib telefon kartasini yomon eski odamlarni qo'lga tushib qilishning oldini olish uchun bolalarga alohida tarbiya işleyişinlerini ümit qilaman. Bu hamda mening beshimni o'tganlik uchun shu do'stlarimizga haqiqiy ahvolni so'zlash orqali tixim ko'plagan do'stlarimizniki ziyon uchrab qolmasligini, mendan ibrat elishini, bolalarga ko'proq tarbiya qilib, shunday ahvolga yo'l qolmasligini umid qilaman. Onundan boshqa mushu cho'nglarmi, ya'ni tonimaydigan birisiga telefonlarni berib tursangiz desa, eng yaxshisi bermanglar. Çünkü endi mushu telefonni ishlatib olmay deb kartani avaplam chandolmay sizga bersa, siz bilmayli qolasiz. Telefoningiz mushuna aldamchilarning qo'liga tushgan keyin kartangiz qisqagina 1-2 soat, 2 soat ichida barliq uchurlaringizni ular dalillab, karingizdagi har qaysi chiqimdan pintaylardagi mushu pullaringiz, uchurlaringizni ular olib qochishgan. Buni siz bayqab qo'yganlikda 2 soat vaqt ichida siz allabur kechikkan bo'lsangiz. Shunga do'stlarimizniki alohida mushqa diqqat qilishini tavsiya qilaman. Yurak bisib inkos rayoniga o'zinglarning tushunchalarini qoldirib qo'ysanglar, ko'proq tartib qo'ysanglar, tixim jiq do'stlarimiz foydalanib qolsin, ziyonlanib qolmasin.